Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugungi videomizda tushda go'sht korish nimani anglatishi haqida batafsil gaplashamiz. Tushlarda go'sht korish juda ko'p uchraydigan tushlardan biri hisoblanadi va uning ma'nosi go'shtning holati, rangi va tushdagi vaziyatga qarab farq qilishi mumkin. Islomiy tush ta'biri kitoblarida mashhur olimlar Ibn Sirin, Abdulghani al-Nabulsi va Ibn Shahin al-Zahiri yozishlaricha, tushda go'sht korish ko'pincha rizq, mol-dunyo yoki hayotdagi muhim voqealar bilan bog'liq bo'ladi. Agar tushda yangi va toza go'sht korilsa, bu ko'pincha halol rizq va hayotda baraka bo'lishini bildiradi. Ba'zi ta'birchilarga ko'ra, bunday tush insonning mehnati samara berishini va yaqin kelajakda foydali imkoniyatlar paydo bo'lishini anglatadi. Agar tushda pishirilgan go'sht ko'rsangiz yoki uni yeyotgan bo'lsangiz, bu ko'pincha yaxshi belgilar qatoriga kiradi. Bu insonning mehnati natija berishini, oilada farovonlik va baraka bo'lishini bildiradi. Ba'zi talqinlarga ko'ra, pishirilgan go'sht quvonchli voqealar yoki mehmondorchilik bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Agar tushda xom go'sht ko'rilsa, bu ba'zan ehtiyotkorlik belgisi hisoblanadi. Ayrim tush ta'birchilar xom go'shtni ko'rishni muammolar yoki noxush gap-so'zlar bilan bog'lashadi. Shu sababli bunday tushdan keyin inson ehtiyotkor bo'lishi tavsiya etiladi. Agar tushda kimdir go'sht sotib olayotganini ko'rsa, bu yangi imkoniyatlar, savdo yoki ish bilan bog'liq o'zgarishlarni bildirishi mumkin. Ba'zi talqinlarda bu insonning hayotida yangi bosqich boshlanishiga ham ishora qiladi. Xalq orasidagi talqinlarga ko'ra, tushda go'sht ko'rish ba'zan mehmon kelishini yoki oilada katta yig'ilish bo'lishini ham bildiradi. Ayrim hududlarda esa bu tush insonning moliyaviy holati yaxshilanishining belgisi deb qaraladi. Psixologlar esa tushda go'sht ko'rishni insonning ichki ehtiyojlari va hissiy holati bilan bog'lashadi. Ularning fikricha, bunday tushlar insonning energiya, kuch yoki hayotdagi maqsadlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shuni ham unutmaslik kerakki, tush ta'biri har bir insonning hayotiy vaziyatiga qarab farq qiladi. Shu sababli tushlarni talqin qilayotganda o'z hayotingizdagi voqealarni ham hisobga olish muhimdir. Agar siz ham tushda go'sht ko'rgan bo'lsangiz, izohlarda yozib qoldiring. Balki sizning tushlaringiz keyingi videolarimiz uchun qiziqarli mavzu bo'lishi mumkin.